Hammaga salom. Hozir sizlarni qarshingizda yozgi ipodrom. Odamlarni bir tiyin puli bo'lmasa ham negadir ipodrom tomon yugurishadi. Qayerdan pul olishyapti? Chunki xalq tir-tir bo'layotgan vaqti kimdirlar ham savdo soda qilgan holatda narsalar olish bilan band. Kimdirlar ham oyoq kiyim olmoqchi, kimdirlar ham basharasi uchun niqob, maska va hokazo. Telefon olishga ham qattandir puli bo'lyapti. Bu odamlarni yeyishga noni yo'q odamlar esa bechoralarga so'laga oqib qarab turibdi. O'zicha xuddi nimadir tushunadigandek atirlarni sep ko'rib, achkilarni qarab likillab olmoqchi bo'lyapti. O'ynashiga sovg'a olyapti, ersiragan qizlar aylanib yurishibdi. Ersirayotgan erkaklar ham bor deb aytishingiz mumkin, lekin unaqalar hali topilgani yo'q. Shunday ekan, serialimiz boshlandi. Rahmat. Svoloch, simiz keldi. Qarzingni to'la hayvon. Iplos, olgan qarzingni bermasang ilovandom. Mapratabaga borib issiq o'qib tashiyman. Oyog'ingni osmondan qilib tashiydi. O mol, olgan qarzingni qachon berasan? Yuraverasanmi shunaqa qilib endi? Xudo bor, lekin qarzingni qaytar hayvon. Hammadan qarzim bor, yuribman mana.